Muzammil surasi Makka da nozil qilingan 20 oyatdan iborat. Muzammil o'ralib olgan, ya'ni biror narsadan qo'rqqan kishi arablar odati bo'yicha kiyim yoki to'shaklarga o'ralib olar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom ham mushriklarning bergan aziyatlaridan xafa bo'lib o'ralib yotganlarida shu suraning oyatlari nozil bo'lgan. Unda Rasul alayhissalomga Alloh taolo tungi ibodat qoidalaridan ta'lim beradi. Tunni faqat uyqu bilan ham emas, yoki faqat ibodat bilan ham emas, balki har ikkisiga ham ma'lum vaqt ajratish to'g'risida ko'rsatma beriladi. Qur'oni Karimni Jabroil alayhissalom oyat-oyat, sura shaklida payg'ambar alayhissalomga olib kelganida uni qabul qilish jarayoni qanchalik og'ir kechsa, ulardagi ahkomlarni hayotga tatbiq etish undan da og'ir kechar edi. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. Ey kiyimlariga o'ralib olgan kishi Muhammad, tunda bedor bo'lib namozga turing, faqat ozgina uxlashga vaqt qolsin. نصفه أو انقص منه قليلا. Ya'ni yarmi qolsin yoki yarmidan ham biroz kamaytiring. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Yoxud unga biroz vaqt qo'shing, yarmidan ko'prog'ida uxlang va Qur'onni tartil bilan dona qilib tilovat qiling. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Zero biz sizga og'ir so'zni, Qur'onni tushirajakmiz. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Albatta kechasi ibodat uchun bedor bo'lib turish faoliyat jihatidan og'irroqdir. Lekin so'zlash, qiroat qilish jihatidan qulayroqdir. إن لك في النهار سبحا طويلا. Albatta siz uchun kunduzi payg'ambarlik ishlari bilan davomli mashg'ulot bordir. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Rabbingizning nomini mudom yod eting va unga butunlay ajraling. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. U mashriq va mag'ribning parvardigoridir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Bas unigina vakil, himoyachi qilib oling. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Ular mushriklar aytayotgan so'zlarga, ozorlariga sabr qiling hamda ularni chiroyli tarzda tark eting. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Sizni inkor etuvchi o'sha farog'at ahlini menga qo'yib bering va ularga ozgina muhlat bering.
إن لدينا أنكالا وجحيما. Haqiqatan bizning huzurimizda kishanlar va do'zax bordir. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. Yana tomoqdan yaxshi o'tmaydigan yiring va qon kabi taom hamda alamli azob bordir. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. U kunda yer va tog'lar larzaga kelar va tog'lar to'zib ketuvchi qum tepalarga aylanib qolur. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Ey Makka ahli, biz sizlarga xuddi Fir'avnga payg'ambar yuborganimiz kabi ustingizdan guvohlik beruvchi payg'ambarni Muhammadni yubordik. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. O'shanda Fir'avn Musa payg'ambarga itoatsizlik qilgach, biz uni qattiq ushlash, jazolash bilan ushladik. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Bas agar sizlar kofir bo'lsangiz, o'z dahshati bilan bolalarni qaritib, oq sochlarga aylantirib qo'yadigan kunning, qiyomatning azobidan qanday saqlanursiz? السماء منفطر به كان وعده مفعولا. U dahshat sababli osmon ham yoriluvchi, Allohning va'dasi amalga oshuvchidir. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Albatta ushbu oyatlar eslatmadir. Bas kim xohlasa shu eslatmadan ta'sirlanib Parvardigori sari yo'l tutar. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ey Muhammad, albatta Rabbingiz siz va siz bilan birga bir toifa sahobalaringiz kechaning 2/3 ozrog'ida, ba'zida uning yarmida va goho 1/3 bedor bo'lib namozda turishlaringizni bilur. Kecha va kunduz miqdorini Alloh belgilar. U sanog'iga yeta olmasligingizni bilib, tavbalaringizni qabul etdi. Endi kechalari namozlaringizda Qur'ondan o'zingizga oson bo'lgan darajada o'qiyveringiz. U sizlarning orangizda bemorlar bo'lishini, boshqalar Allohning fazli rizqini istab yer yuzida safar qilishlarini va yana boshqalar esa Alloh yo'lida jangga chiqib ketishlarini bilgan. Bas qiynalmay Qur'ondan oson bo'lgan miqdorda o'qiyvering. Namozni barkamol ado etingiz, zakotni o'z joyiga beringiz va miskinlarga ehson qilish bilan Allohga qarzi hasana beringiz. O'zlaringiz uchun taqdim qilinadigan yaxshilikni qiyomat kuni Allohning huzurida yanada yaxshiroq va ulug'roq mukofot holida topursiz. Allohdan mag'firat so'rangiz. Albatta Alloh mag'firatli va rahimlidir.